Testosteron ishlatilishi bu urug'i nolga olib kelishi mumkin. Keyingi nasliyada spermatogenezda o'zgarish ko'p. Bu vaksina bilan bog'liqmi, pampers bilan bog'liqmi yoki Azospermiyani barcha sekretor turida gormonalniy lecheniya qilish mumkin. ekologiya bilanmi, energetiklar bilan bog'liqmi? Hozirgi paytda erkaklik bepushtligiga sabablar juda ham ko'p. Tabiiy usul orqali o'zligida homila bo'lgan, farzandi bor, lekin keyinchalik azospermiya. Ya'ni urug' kamaymayapti ham, bu nol bo'lib qolgan. Ya'ni bunga chora bitta yo'l faqat Eko. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz, qadrdonlarimiz va hamkasblarimiz. Bugungi suhbatimiz mehmoni urolog, androlog, malakali, tajribali vrach xirurgimiz Ravshan Mirzaidovich. Bugungi suhbatimizga vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga tashakkur. Assalomu alaykum, rahmat kattakon e'tiboringiz uchun. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi suhbatimizni dolzarb mavzusi erkaklik bepushligi. Shuning uchun bizni ekspertimiz, spetsialistimiz, urolog, andrologimiz chaqirdim. Ya'ni bu mavzuni ko'tarishimizdan asosiy maqsad hozirda qabulimga kelayotgan juftliklarning 3 tadan 2 tasida, 10 tadan 8 tasida erkaklik bepushligi juda ham avj olib bormoqda. Bu erkaklik bepushligini avj olishiga sabab nima? Qayerdan kelib chiqmoqda? Davosi va qanaqa choralar ko'rishimiz kerak va qanaqa tajribalar hozirgi zamonda bor? Shular bo'yicha siz bilan bo'lishmoqchimiz tajribalarimizni. Buning uchun bizning suhbatimiz mehmoni Ravshan Mirzaidovichga yuzlanamiz. Bilamizki, bepushtlikda ikkita tomon, erkak va ayol tekshiriladi. Ayollarda biza gormoni tuxumdonli o'tkazuvchanligi hamda bachadonga ahamiyat beramiz. Erkaklardan talab qilinadigan spermogramma. Shu spermogrammani tekshirayotganimizda juda ham ko'p informatsiya kelib chiqadi. Lekin shuni ham ba'zi erkaklar to'g'ri va vaqtida topshirib bermaydi. Hurmatli mutaxassisimiz Ravshan Mirzaidovich, sizni tajribangizdan, bilimingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, nima uchun erkaklik bepushligi oxirgi payt avj olmoqda va erkaklik bepushligi nima o'zi? Assalomu alaykum. Avvalambor erkaklik bepushligi haqida gaplashsak, er xotin 1 yil yashasa, 1 yil yashasayu 1 yil ichida ayolida homiladorlik kuzatilmasa, erkaklik bepushligi deb tashxis qo'yiladi va er va xotin bir xil tekshiruvlardan o'tish talab qilinadi. Hozirgi paytda erkaklik bepushtligiga sabablar juda ham ko'p. Gormonal buzilishlar, genetik nuqsonlar, infeksion omillar, varikatsiyali, stress bo'lishi mumkin, ekologiya bo'lishi mumkin. Ekologiya juda ham katta rol o'ynaydi. Bir xil paytlarda baribir har doim ham 100% sababini aniqlamaymiz, bir xillarda sababsiz ham shunaqa farzandsizlik holatlari kelib chiqishi mumkin. Oldinlari reproduksiya, andrologiya juda ham kuchli rivojlanmagan paytida asosan varikatsiyaliga, prostataga urg'u berilar edi. Hozirda meditsina kundan kunga yosharmoqda, yengillanmoqda, ilmlarimizni oshirish uchun международный, ya'ni xalqaro anjumanlarga ko'p chiqib, o'zimiz ustimizda ishlamoqdamiz. Shu qatori siz ham har yili anjumanlarda qatnashasiz. Erkaklik bepushtligini hozirda oldin mana varikatsiyali prostata bilan davolanadigan bo'lsa, mana hozir aytdingiz gormonalniy bepushtliklar ham bor. Oldin faqat ayollarga urg'u berilardi gormonini davolashda. Erkaklarda gormonni buzilish nimadan kelib chiqadi va nimalariga ahamiyat berasiz? Tajribangizdan, malakangizdan shu kelib chiqib bilimlaringizni bo'lishsangiz. Albatta, endi tekshiruv usullariga o'tsak, qachon gormon tekshiruviga o'tamiz, qachonki bepushtlikning og'ir turi bor, bilasiz, azospermiya. Azospermiya qachonki urug' erkaklik suyuqligida spermatozoidlar aniqlanmasa, azospermiya. Yoki bo'lmasam yana og'ir turlari bor, farzandsizlikni OAT sindromi, nekrozospermiya degan terminlar bor, ya'ni spermatozoidlarni 1 millilitrda sonini juda ham kamayib ketishi. O'shanda biz gormonalniy tekshiruv bemorga buyuramiz. Agar u spermogramma topshirdi, unda barcha ko'rsatkichlar norma bo'lsa, biz bu patsientga standartdan chiqib gormon tekshirishni buyurmaymiz.
tekshiruvlar bor, absolyut va nisbiy. Absolyut tekshiruvlar bu bemorga biz tushuntiramiz. Sizda urug'ingiz 0, sizda og'ir turi farzandsizlik yoki sizda OAT sindromi, ya'ni sizda 1 millilitrda spermatozoidlarning soni juda ham kam. Siz gormon tekshirishingiz shart deb biz patsientga tushuntiramiz va gormon topshiriladi. O'shandan biz gormonga qarab farzandsizlikni, bepushtlikni yoki qaysi bir turi va qanaqa davolashni qaysi turidan foydalanishimizni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi aytdingiz, og'ir turi shu azospermiya. Spermogrammada spermatozoidlar yo'ligi ko'rganimizda. Azospermiyani oxirgi paytda juda ham ko'payib ketayotganligini, juda ham avj olayotganligini asosiy sabablari nima? Mani fikrimcha, hozir ko'p narsa bilan bog'lasak bo'ladi. Ekologiya, stress hozirgi paytda yoki diagnostika kuchaygan hozirgi paytda. Oldinlari faqat farzandsizlik bo'lsa, faqat ayol murojaat qilardi. Hozir bo'lsa farzandsizlik baravar. Hozir 45 misol uchun yoki 40% erkak bo'lsa 40% ayol kishi sabab. Oldinlari biz ordinatura paytida o'qib yurganimizda bitta farzandsizlik bilan erkak kishi murojaat qilib kelsa, hammamiz borib ko'rardik bunda. Hozir hammani baravar ko'ramiz. Почти hamma urologlar, androloglarni o'chirtida yoki nima desa bo'ladi, patsientlarning ichida kuniga bitta ikkita farzandsizlik bilan murojaat qilib kelayotgan patsientlar bor. Yaxshi eslatdingiz. Oldin biz shu institutda o'qib yurgan paytimizda bepushtlikni klassifikatsiyaga bo'lganimizda, ya'ni foiz nisbatida olganimizda 10%, 20% erkaklik bepushligi bo'lardi. 60-70% ayollar bepushligi bo'lardi, 20% aralash bepushtlik hisoblanadi. Hozir mana yaqinda ham ilmiy anjumanlarda, kazanlarda bo'lib keldingiz. Hozirda erkaklik bepushligi necha foiz egallaydi? Hozir teng. Er-xotin 40-45%, почти 40% erkak bepushligi bo'lsa, 40% ayol bepushligi. Siz aytganingizdek, keyin 20% albatta aralash. Azospermiyani qanaqa turlari bor? Azospermiya endi yuqorida aytib ketdik, urug' yo'q. Ya'ni patsient urug' topshirdi. Urug'da spermatozoidlar umuman aniqlanmadi. Ya'ni azospermiya tashxisi qo'ydik. Azospermiyani 2 xil turi bor. Obstruktiv va noobstruktivniy. Endi soddaroq qilib tushuntirganimizda, obstruktiv azospermiyada reproduktiv funksiya, ya'ni mayakda spermatozoidlar ishlab chiqaradi. Lekin urug' yo'li berk hisobiga spermatozoidlar chiqa olmaydi, ya'ni o'ta olmaydi. Bu obstruktiv azospermiya. Yanada to'g'riroq aytsak, to'siq bepushtlik. To'siq bor. Ya'ni tuxum mayak ishlab turibdi, spermatozoid ishlab chiqarib beryapti, lekin to'siq bo'lgani uchun u spermatozoid o'ta olmayapti. Ya'ni to'siq hisobiga. Yana turi bor noobstruktiv, ya'ni sekretor deb ham aytishadi. Bunda reproduktiv funksiya, ya'ni erkaklarda o'sha mayakda yoki tuxumda spermatozoidlar ishlab chiqarilishi buzilgan. Buni endi sabablari ko'p. Bunda mayak spermatozoid ishlab chiqarib bera olmaydi. Bu noobstruktiv turi. Ikkita turi bor dedik. Obstruktiv, noobstruktiv. Ya'ni to'siq bor, ikkinchisida to'siq yo'q, lekin ishlab chiqish funksiyasi buzilgan. Azospermiyani ikkita turida qanaqa taktika tanlaysiz? Obstruktiv, noobstruktivda. Obstruktiv azospermiya umumiy azospermiya, ya'ni urug' 0 holatini 20-25% ni o'zi tashkil qiladi. Ko'pi noobstruktiv. Ya'ni qabulimga kelayotgan bemorlarni ko'pi noobstruktiv azospermiya bilan murojaat qiladi. Sekretor turi bilan. Obstruktivni, ya'ni to'siq bepushligi bilan kamroq murojaat qilishadi. Ya'ni общий azospermiyani 100% deb olsak, 20-25% obstruktivniy azospermiya bo'lishi mumkin. Endi obstruktivniy azospermiyada umid bor, yo'q emas. Biz operatsiya yo'li bilan urug' yo'lini tekshirib, agar urug' yo'lida to'siq bo'lsa, u urug' yo'lini ochamiz. Uni ochganimizdan keyin keyinchalik bu patsientlar mustaqil ham homiladorlik qilishi mumkin. Ya'ni tabiiy usul orqali, ya'ni urug' yo'li tiklangandan keyin ularda tabiiy homiladorlik bo'lishi mumkin. Ya'ni obstruktivniy to'siq yo'lida, demak, xirurgik yo'l bilan yo'l ochilsa, albatta u homilador bo'lishi mumkin ayoli keyinchalik. Demak, obstruktiv turida bizga mikrotez amaliyoti shart emas. Obstruktivniy azospermiyada siz mayakda spermatozoid bor yo'qligini bilish uchun diagnostik
maqsadida ozgincha mayakdan to'qima olib embriolga beriladi. Embriol ko'radi, spermatozoid bor deydi. Достаточный, yetarli spermatozoid. U yerda millionta spermatozoid. Keyin biza ikkinchi etap o'sha urug' yo'lini ko'rishga o'tamiz. Agar urug' yo'li har qatdan to'siq bo'lsa, shu urug' yo'lini tiklaymiz va bir oydan keyin urug' topshirsa, urug' chiqishi mumkin. Demak, obstruktiv shu to'siqli azospermiyada kichkina mikrotez amaliyotini, ya'ni bajarganda tayyorgarlik shartmi o'sha erkakka yoki tayyorgarliksiz, ya'ni davo muolajalarsiz amalga oshiriladi? Agar bemorga obstruktivniy azospermiya tashxisi qo'yilsa, endi u so'roq ostida qo'yiladi albatta. Sababi bu operatsion stolda bilinadi. Balkim uni tug'ma nuqsonli ham bor, urug' yo'li yo'q bo'lishi ham mumkin. Urug' yo'li polностью yopiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni distalniy obstruksiya deydi. Unda biza tiklash imkoniyati bo'lmaydi. Endi obstruksiyani ma'lum darajadagi turlarida biza o'sha tiklab beramiz. Endi obstruktivniy to'siq bepushtligida mikroteziya shart emas. To'siq bepushtligida qisqa kichkinagina biopsiya olib to'qimani beriladi. U yerda spermatozoid bor yo'qligini yoki bo'lmasam mayak ortig'ini o'zidan punksiya orqali olib ham ko'rib bersa bo'ladi. Demak, tayyorgarliksiz, agar diagnoz qo'yish uchun bu funksiya qilib olib tekshiriladi. To'siq bepushtligida tayyorgarliksiz ham olsa bo'ladi. Tushunarli. Endi sekretorniy turida qanday davo choralari qo'llaysiz va patsientlaringiz qanaqa tayyorgarlik olib borasiz? Demak, sekretor bepushtlik, demak aytib o'tdik, u yerda mayak o'zini funksiyasini bajara olmaydi. Biz bu sekretor bepushtlik deb tashxis qo'yganimizda bularda mikroteziya amaliyotini bajaramiz. Ya'ni mayakni ochib, albatta mikroskop yordamida o'sha mayak to'qimalaridan olib embriolga beramiz va embriolog u yog'iga spermatozoidni topishga harakat qiladi. Tayyorgarlik qanaqa bo'ladi patsientlarda? Qancha muddat davomida to'g'ri va sifatli tayyorlash? Sekretor bepushtlikda tayyorgarlik shart. Ya'ni farzandsizlikka, ya'ni azospermiyaga olib keladigan barcha sabablar to'g'rilanishi kerak. Mana misol uchun varikatsiyasi bor, olish kerak. Shamollashi bor, infeksiyasi bor yoki lecheniya qilish kerak. Keyin empirik lecheniya qilinadi, ya'ni gormonalniy davo. Gormonalniy davo 3 oy davomida gormon berib boramiz bu bemorlarga. Butun dunyoda statistika bo'yicha shunaqa olib borilgan, ya'ni tekshiruv shu sekretor to'siq bepushtligida misol uchun bitta gruppa varikatsiyasiga ham tegmagan, infeksiyasini ham lecheniya qilmagan, gormonalniy dori ham bermagan, mikroteziyaga to'g'ri yo'naltirgan. Ikkinchi guruhda bular varikatsiyasini ham olgan, infeksiyasini ham lecheniya qilingan, ya'ni yana qo'shimcha empirik gormonalniy terapiya bilan lecheniya qilgan. Ya'ni simptomatik, patogenetik hammasini davo muolajalarini qilinadi. Demak, ikkita guruhga bo'lingan tekshiruv. Unda shu ikki guruhda birinchi guruhda tayyorgarliksiz teziya olinganda, amaliyot qilinganda, ularda rezultat bularga qaraganda 5-6 barobar kam bo'lgan. To'g'ri, kimdirlar noto'g'ri tushunadi. Azospermiyada varikatsiyalik qilinmaydi. Nisbiy, to'g'ri, nisbiy ko'rsatma. Lekin biza teziya qilishimizda undan spermatozoid topishimiz uchun biza varikatsiyani qilishimiz kerak. Bu ilmiy isbotlangan. Isbotlangan. Tushunarli. Endi ba'zi bir vrachlar ham hattoki qo'rqishadi gormon bilan stimulyatsiya qilishga. Qaysi holatda gormon bilan stimulyatsiya qilish kerak? Ya'ni empirik davo olib borish kerak. Qaysi holatda olib borilmaydi? Sizni tajribangizdan kelib chiqib va qaysi holatlarda gormon bilan davolanganda azospermiyali patsientlar asoratga olib kelishi mumkin? Endi birinchi o'rinda gormon berishdan oldin biz diagnostika maqsadida tekshiramiz, jigar, fermentlar ko'riladi. Hammasida muammo bo'lmasa, albatta sekretor turi, azospermiyani barcha sekretor turida gormonalniy lecheniya qilish mumkin, barcha turida. Bu gormoni balandmi, gormoni pastmi, gormoni farqi yo'q. O'sha aytib ketishingiz mumkin. Qisqa qaysi gormonlarga ahamiyat beramiz? FSH gormoniga, testosteronga va ingibinga. Shu 3 ta gormonga e'tibor berish kerak. OAT sindromini qanaqa turlari bor va OAT sindromida tabiiyga harakat qilish kerakmi? Konservativ davo muolaja effekt beradimi? Yoki ekoda
amaliyoti ekoprotokoliga olinganda IVF usulidan foydalanamizmi yoki XC usulidanmi? Yoki IMSI usulidanmi? Shular bo'yicha qanaqa ma'lumot bera olasiz? OAT sindromi oligoastenoteratasospermiya tushunish uchun oddiyroq qilib gaplashamiz. Bu degani 1 millilitrda spermatozoidlar soni normada 15 minutda bo'lishi kerak. OAT sindromida 15 minutdan kam bo'ladi. 3 ta, 4 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin, 1000 ta bo'lishi mumkin va hokazo. Harakat qilayotgan spermatozoidlarning soni ham kam bo'ladi. Spermatozoidlarning sifati ham kam bo'ladi. Ya'ni kerakli ko'rsatkichlar past bo'ladi. Ya'ni birinchidan soni spermatozoidlarni, sifati spermatozoidlarni va harakat qilayotgan, ya'ni faol borib urug'lantiradigan spermatozoidlarni soni ham kam bo'ladi. Bu nima bilan bog'liq? Nima uchun OAT sindromi ham azospermiyaga o'xshab oxirgi payt ko'payib avj olmoqda? OAT sindromi sababi ko'p. Birinchi o'rinda ettik varikatsiyalik bo'lishi mumkin. Infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin. Har xil hozirgi paytda yana o'shanga stress yoki dori-darmonlarni ko'p qabul qilish, tinchlantiradigan dorilar bo'lishi mumkin, antibiotiklar bo'lishi mumkin va hokazo. Allergiyaga qarshi dorilarni ko'proq iste'mol qilish bo'lishi mumkin, ya'ni gormonlarning nuqsonlari, ichkilik, chekish bu albatta birinchi o'rinda. Butun dunyoda qayerga borsak, konferensiyaga birinchi o'rinda shu narsa. Ichkilik, chekish, stress, ya'ni noto'g'ri hayot tarzi. Ichkilik bilan stressni agar o'sha erkak kishi iroda bilan yengsa, qancha muddatda spermatozoidlar o'zgarishi mumkin? 3 oyda. 3 oyda o'zgaradi. Demak, spermatogenez o'zgarishiga bizga 3 oy muddat yetarli bo'ladi. Davo muolajalari, masalan, ba'zilar gormon emas, batla bilan davolashadi, tabletkalar bilan empirik davo, patogenetik davo qilinadi. Shunaqa paytda bizga 1 oylik davo muolajalari yetarlimi yoki uzoqroq davolanish kerakmi? Agar aynan OAT sindromi bo'yicha bo'lsa, 1 oy yetarli emas. Ayniqsa bu biologik aktiv qo'shimchalar bilan davolash bu 1 oy kam. 3 oy davolanadi. Endi asosiy sababi ko'riladi. Misol uchun ko'rdingiz, bemori OAT sindromiga misol uchun infeksiyasi bor, varikatsiyalisi bor. Ularni to'g'riladingiz, varikatsiyalisini operatsiya qildingiz, infeksiyasini lechina qildingiz. Keyin qo'shimcha bat ham bersangiz bo'ladi 3 oyga. OATlarga ham gormon berish tavsiya qilinadimi? OATlarga gormon beriladi, qachonki bunda обязательно gormon tekshiruvi qilinadi. Gormon tekshiruvida agar har qatdan gormon berishga ko'rsatma bo'lsagina beriladi, bo'lmasa shart emas. Ko'p shu ilmiy anjumanlarda yig'ilib qolganimizda endi baribir erkaklik bepushligi ham ko'p uchragani uchun androloglar bilan o'zaro boshqa klinika yoki boshqa davlat androloglar bilan suhbat o'tkazganimizda ba'zi birlar gormonal lecheniyani tatbiq etadi, ba'zi birlar qarshi chiqadi. Ya'ni gormon olsa ertaga spermatozoidlarning chiqishiga ta'sir qiladi. Ya'ni sportga boradigan erkaklar bo'ladi, testosteron saqlovchi preparatlar ichadi, keyinchalik u spermatogenezga ta'sir qiladi deyiladi. Shular to'g'risida qanaqa bir tushuncha bera olasiz xalqqa ham, ya'ni reproduktologlarga ham bir qisqa nima deydi, 2+2 degandek tushuncha bo'lish uchun. Tushundim. Testosteron masalasi bo'yicha endi gormon deganingiz, men testosteron nazarga olmadim. Biz umuman dunyoda hozir bepushtlikka testosteron bu man qilingan hisoblanadi, gormon, ya'ni bepushtlikda testosteron ishlatilmaydi hozirgi vaqtda. Testosteron ishlatilishi bu urug'i nolga olib kelishi mumkin. Endi uni sababini aytsak, hozir ko'p sabab. Chunki organizmga testosteron kiradi, miyada собственный o'zini ishlab turgan markazda dangasalashadi. Testosteron ishlash funksiyasi keyinchalik nolga tushadi. Shuni hisobidan borib urug' nolga kelish. Uni ham qaytar-qaytmas protsess bor. Bir xil patsientlarda 6 oydan keyin bu urug' tiklanishi mumkin. Kimlardadir bu holat tiklanmasligi mumkin. Shuning uchun bepushtlik masalasi bo'yicha testosteron ishlatishga men umuman qarshiman. Endi holatlar bo'ladi. Har qatdan bemorlar keladi, gipogonada turib sostoyanidagi bemorlar, ya'ni gormon har qatdan past, unda testosteron rivojlanmagan, ikkilamchi jinsiy a'zolar, erkaklik ko'rinishlari erkaklik tipida emas. Shularda biz birinchi reproduktiv holatni yaxshilab, ya'ni birinchi farzandli masalasini hal qilib, keyin ularga testosteron bersak bo'ladi. Testosteron qaysi holatda beriladi?
gipoandrogenemiya, ya'ni o'sha patsientlar keladi, testosteron ularda yo'q, ishlab chiqarilmaydi. Bo'lishi mumkin mayakda muammoli. Bir xilda keladi, mayakda rivojlanish yo'q, ya'ni yoshiga mos rivojlana olmaydi. Mayak shamollatgan bo'lishi mumkin va boshqa kasalliklar ko'p. Jigar kasalligi bo'lishi mumkin. Yoshlikda tepki orttirilgan bo'lishi mumkin. Biz endi uzr tepki deb o'rganib qolganmiz, o'zi atit deyiladi. Quloq osti bezini yallig'lanishi, undan keyin mayak rivojlana olmay qoladi, o'sha hisobiga testosteron nolga tushadi. Shunday qiladi, biz birinchi bu holatda farzand masalasini hal qilib, keyin testosteron bersak bo'ladi shu. Testosteron berganda ham uzoq muddatga beriladi. Demak, testosteronni ham o'zini beriladigan sababi va o'zini sxemasi va muddati bor. Uni urolog, androlog nazorati ostida boriladi. Asorat kelib chiqmasligi uchun. Gormonal preparatlar deganda ko'pchilik testosteronni ham tushunadi, shuning uchun testosteron bo'yicha alohida berib ketdim. Gonadotropinlar bilan stimulyatsiya qilinadi mana praktikamizda, lekin ba'zida o'sha gonadotropinlar ham asoratga olib kelishi mumkinmi OAT sindromida berilganda? Gonadotropin o'zi aslida pubertat davridan o'tgan bo'lsa, ya'ni bola balog'at yoshligiga o'tib yosh nechi masalan rivojlanib bo'lgan bo'lsa, endi 16 yoshdan keyin uylanib 20 yoshdan keyin gonadotropin berganimizda umuman uni hech qanaqa ziyoni yo'q gormon. U faqat mayakni o'ziginagina funksiyasiga ta'sir qiladi xolos. Ya'ni kimdirlar qo'rqadi gonadotropin berishdan, o'zi aslida gonadotropinni hech qanaqa men shu paytgacha ziyonini ko'rmagan. Ziyonni ko'rmadi. Ya'ni OAT sindromida o'zi soni, sifati kam bo'ladi. Agar gonadotropin berilsa, u son yanada kamayib qolmaydi. Yo'q. Yo'q, tushunarli. Lekin gonadotropin bitta narsani bilish kerak, ta'sir qiladimi yo'qmi? Endi ularga test bor, hozir endi ularni gapirsak vaqt ko'p o'tib ketadi. Birinchi o'rinda gonadotropinga bu retseptorlar ta'sir qiladimi, yo'qmi? Shuni bilib olish kerak. Ana shu narsalar kerakda. Ya'ni OAT sindromida biza yaxshiroq natijaga erishishimiz uchun androlog bunga bu dori to'g'ri keladimi, bu dori foyda beradimi, faqat batla bilan emas, balkim gormonlar bilan biz samaraliroq, yaxshiroq spermatozoidlar erishishimiz mumkin. Uning uchun androlog ko'rib davolash kerak. Tushunarli. OAT sindromini darajalari qanaqa? Yengil, o'rta, og'ir darajalari bormi va darajalarga qarab qanaqa taktika qo'llashimiz kerak? Endi birinchi yengil darajasida licheni albatta licheni qilib ko'riladi. 3 oy kuzatiladi. 3 oydan keyin yana bir analiz topshiriladi. Analizda yaxshi bo'lsa, kutish tavsiya qilinadi. Endi og'ir darajalarda bu spermatozoid soniga bog'liq. Misol uchun 4 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin. Og'ir daraja bilan kelsa, vaqt ketkazmaslik uchun bir xillarda biz sirazi ekoga, protokolga olamiz sirazi. O'sha og'ir darajasida ekoga olinganda eko IVF usulidan foydalanadi, X usulidanmi? Ya'ni o'zini kuchi yetadimi urug'lantirishga atseti? Soniga bog'liq. Soniga bog'liq. Uni endi embriollar hal qiladi. Spermatozoidlarning soni 150 ta, 200 ta bo'lsa, uni yuvadi, tozalaydi, ko'radi. Endi unda eko qilsa bo'ladi. Soni ko'p bo'lsa. Keyin qarang, ba'zi patsientlar keladi OAT sindromi bilan, bunisida ham shunaqa kolичество, bunisida ham shunaqa kolичество. Bu patsientda embrionimiz yaxshi chiqmoqda, ya'ni embriologdan so'raysiz, OAT sindromi 3-stepen deb aytadi. Bunisida ham shunaqa, lekin bu patsientda embrionlar yaxshi chiqadi, to'g'ri, atsitlarga ham bog'liq samasaba. Bu patsientda spermasi yaxshi emas, embrion razvitiyasidan to'xtab qolishi mumkin deymiz. Yaxshi o'sib ketadi, ikkinchi patsientda shu to'xtab qoladi. Bu nima bilan bog'liq bo'ladi? Endi atsitlarga o'z-o'zidan bog'liqlik joyi ham bo'ladi. Nima deydi? Qaysi paytda tezda qo'llashimiz kerak OATga, qaysi paytda tezda qo'llashimiz kerak emas? Shunisida ikkilanish bo'lyapti. Qachon tezda qo'llaniladi? Qachonki spermatozoid, mana azospermiya. Azospermiyada spermatozoidlar yo'q. Nekrozospermiya. Hamma topshiryapti bemor, hamma urug'i o'lik. Siz aytayotgandek OAT sindromi og'ir daraja. Ya'ni eko qilishga spermatozoidlarning soni yetmaydi. Ya'ni u yerda 150 ta, 200 ta bo'lish kerak, 300 ta bo'lish kerak. Chunki bilasiz, tanlab ekoda tanlab o'zi urug'lantiradi. Unaqa holat bo'lmasa, ya'ni biz boyaga aytganimizdek harakati spermatozoidda ya'ni bo'lmasa, faqat soni bor, misol uchun 10 mingta spermatozoid bor, lekin harakati yo'q. Stimulyatsiya qilib, empirik licheni qilganda ham siz aytgandek o'sha batlani berganda ham 3 oy o'tdi, foydasi bo'lmadi.
Unda yana bir topshirib ko'riladi bemor. Agar shunda ham shunaqa holat bo'lsa, unda biza tez qilishga majbur bo'lamiz. Ya'ni OAT sindromi og'ir darajasida harakat qiladigan spermatozoidlar yo'q bo'lsa. Soni bor spermatozoidlarni 1 millilitrda misol uchun 10 millionta bo'lishi mumkin, 5 millionta bo'lishi mumkin, lekin harakat qilayotgan движениедagi spermatozoidlar yo'q. Demak, движениеda agar harakatdagi spermatozoidlar bo'lsa, soni kam bo'lib, bunda tez qilmasdan Qilsa bo'ladi. urug'lantirish mumkin bo'ladi. Azospermiya bu irsiy kasalliklar bilan bog'liqmi, ya'ni tug'mami yoki hayot tarzida orttirilgan kasallikmi? Qanaqa o'zi? Kelib chiqishi masalan sababi noaniqmi? Nimaga ahamiyat berishimiz kerak azospermiya bo'lmasligi uchun tug'ilayotgan farzandlarda? Azospermiya tug'imi ham bo'lishi mumkin, orttirilgan bo'lishi ham mumkin, sababi noma'lum ham bo'lishi mumkin. Mana misol uchun boya yuqorida aytdik, azospermiya ikkiga bo'linadi: obstruktiv, noobstruktiv, ya'ni to'siq bepushligi, sekretor bepushligi. Misol to'siqda orttirilgan ham bo'lishi mumkin, aytganimdek urug' yo'li yo'q, tug'ma. Ya'ni bunga chora bitta yo'l, faqat eksi eko, boshqacha mustaqil homilador bo'la olmaydi. Orttirilgan misol uchun har xil travma bo'lishi mumkin. Jinsiy yo'l bilan yuqqan kasalliklar, infeksiyalar bo'lishi mumkin, urug' yo'lini yopib qo'yishga sabab. Har xil operatsiyalar bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama chura amaliyotlari va har xil operatsiyalardan keyin ham urug' yo'li yopilib qolishi mumkin. Xo'p. Bu orttirilganga turadi. Orttirilgan. Endi meni qabulimga shunaqa patsientlar ko'p kelishni boshladi. Bitta farzandi bor. Qanchadir yil harakat qilmoqda farzandli bo'lishga, lekin azospermiya diagnoz bilan kelishmoqda. Ayol kishi endi erkak bizada baribir oilani nima deydi, posboni bo'lgani uchun ayb o'zimda deb kelishga majbur bo'lishyapti. Ya'ni bunga sabab nima? Oldin norma holatida bo'lgan, hammasi tabiiy usul orqali o'zligida homila bo'lgan, farzandi bor, lekin keyinchalik azospermiya. Ya'ni urug' kamaymayapti ham, polni nol bo'lib qolmoqda. Endi bunga boyaga aytganimizdek, Travmani? travma bo'lishi mumkin, operatsiyalar bo'lishi mumkin. Agar bu farzand bo'lib turib orttirilgan azospermiya bo'lsa, qanaqadir infeksion kasalliklar, onkologiya bo'ladi. Onkologiyadan keyin nur terapiya oladi. Har xil dori-darmonlar ichadi. Bular ham urug'ni nolga tushirishi mumkin. Endi onkologiyadan, ximiyoterapiyadan keyin atsitlar ham soni kamayib ketadi, естественно spermatogenezga ham ta'sir qiladi, lekin bolasi bo'lib turib keyin nol bo'lib qolgandan keyin odam hayron bo'lmoqda. Shunaqa holatlar ham bor. Meni bemorlarimda ham bo'ladi. Shunaqa holat bo'ladiki, bir xil paytda даже biza doktor bo'lib turib bir xil joylarida даже sababini ham keltirib bera olmaymiz. Chunki bir xil paytlarda o'sha tahlillar ham hammasi me'yorda, lekin azospermiya holatlari ham kuzatilishi mumkin. Farzandi bor, norma hammasi, keyinchalik azospermiya bo'lib qolgan. Ya'ni kelib chiqish etiologiyasi sababi bir xil paytlarda har doim ham sababi ma'lum bo'lavermaydi. Bir xil paytlarda noma'lum sabab ham bo'lishi mumkin. Keyin shunaqa statistika yuritilganmi yoki o'zaro androloglar kongressidami shunaqa suhbat bo'ladimi? Ya'ni oxirgi paytda shu 90-yillardan keyingilarda spermatozoidlarda o'zgarish katta. Oldin juda ham spermalarda ko'p muammo kelib chiqmasdi-ku. Mana ustozimiz bilan ham ko'pincha shu narsani ko'p gaplashardik. Ya'ni keyingi naselyeniyada spermatogenezda o'zgarish ko'p. Bu vaksina bilan bog'liqmi, pampers bilan bog'liqmi yoki ekologiya bilanmi, energetiklar bilan bog'liqmi? Nima uchun oxirgi paytda shu narsa ko'paymoqda? Imенно bu narsa ilmiy isbotlandimi yoki bir hali bir isbotini topmadimi? Nima deysiz shu bo'yicha? To'g'ri aytyapsiz. Biz oldin student bo'lib yurganimizda, ordinator bo'lib yurganimizda, misol uchun umuman spermogrammani voz, ya'ni nima deydi, normalari boshqacha edi. Oldin harakati 70% bo'lsa norma hisoblanardi. Hozir harakati 30 dan 32 bo'lsa, misol uchun norma. Ya'ni yildan yilga spermogrammani ko'rsatishlari normasi tushib boryapti. Mana aytaman, oldin 70% bo'lardi. 80%, 70% norma yoki 60%, keyin 50% bo'ldi. Hozir mana 32 borgan sari norma ham kamayib boryapti. Bu yana o'sha ekologiya, sifatsiz ovqatlanish deymizmi, bolalar hozir harakati yo'q. Bir xil bolaga faqat telefon bo'lsa bo'ldi, uyda telefon o'ynab o'tiradi. Endi oldin boshqacha bo'lardi, ko'chada o'ynardik.
Da. harakat bo'lardi, sport bo'lardi, yeb ichishda misol uchun hozir ko'p narsalar bilasiz, energetiklar, fast foodlar, yana suniylashib ketdi qo'pol qilib aytganda. Kam Hamma harakatlilik ovqatlar juda ham ham avj oldi. Kam harakatsizlik ko'p. Agar moyakdan spermatozoid topilmasa, keyingi taktika nima bo'ladi? Bola asrab olish Bola asrab olish. bor, to'g'ri aytib o'tish kerak. Bor, hozir paytda yangi davolash usullari, taktikalar qilinyapti. Steloid kletkalar, o'sha Nanofat o'ziga tuxumni o'ziga yuboradi. Endi bu ham qanchalik darajada isbotlangan, buni hozir endi men yolg'on gapirib qo'ymayman. Hozircha samarasini hali ko'rmadik. Unga menimcha ancha yillar kerak uni samarasini ko'rishimiz uchun. Bu mana shu nanofat, ya'ni стволовой kletkalarni ishlatish, mana bizda ham shu Toshkentda bitta ikkita klinikada ishlatilish boshladi. Mana xalqaro anjumanlarga chiqqanda boshqa androloglar shu narsani qo'llayaptimi? Ularda samara beryaptimi? Bor, ular qo'llaydi. Samara ham bor. Lekin nima desam bo'ladi? Nima uchun ommaviy hamma joyda shu narsa qo'llanilishi boshlamadi? Samara mana samarasi meni fikrimcha juda ham kam. Juda qimmat. Juda, birinchidan stoyimiz qimmat protsedura, ikkinchidan samarasi juda kam. 50-50. Da, yo 50-50 ham deya olmayman. Juda past. To'g'risini aytsam. O'shaning uchun hammaga ham tavsiya. Men foizini ayta olmayotganimning sababi haqiqatan hozir bu yangi endi bizda endi kirib kelayotgan bu nima deydi, davolash taktikasi. Endi buning uchun ozgincha yillar kerak. 5 yil kamida 6 yil. Qanaqa patsientlarga tavsiya berilyapti? Xuddi shunaqa tez edi. Spermatozoid topa olmasak, ularni xohishi bo'lsa, ularni yana stimulyatsiya qilib, shunaqa nanofet qilib, 6 oy ichida yana bir tezlik qilib ko'rishimiz mumkin. Faqat shularda. 6 oydan keyin. Qarangiz. Patsientlar ba'zida bat bilan 1 oy yoki 2 oy lecheniya olib kelmoqda-da, gormonsiz lecheniya olmoqda va tez amaliyotida spermatozoidlar o'lik holatida chiqmoqda. Shu patsientlarda shans bormi? Yana qayta tez amaliyotini bajarsa, normal holatdagi harakatchan spermatozoidlar olishga? Birinchi tezlik qilindi. Hamma spermatozoidlar, masalan, davo lecheniya mana gormonlar bilan emas, batlar bilan yoki sog'lom turmush tarziga rioya qildi yoki patsientlar ba'zida dori olmayman deydi, lekin olmayotgan bo'ladi. Sharoit to'g'ri kelmasdan vrach aldaydigan holat bo'ladi. Va kirilganda spermatozoid o'lik holatda, ya'ni muzlatishga yaroqsiz chiqdi. Shu holatda shu patsientga keyingi taktikada nima qo'llaysiz? Ya'ni biopsiya olasizlar, balliga qaraysizlar, ya'ni birinchi o'rinda to'g'ri gistologiya xulosasiga qaraymiz. Gistologiya bizga ijobiy natija bersa, qanaqa natija? Necha bo'lishi kerak? Ya'ni ball beradi bu. 12 ballgacha beradi. Endi hozir buni har bitta ballini nechidan boshlansa umid bor? 4 dan 5 dan yuqori bo'lsa, yana ularni stimulyatsiya qilib, ya'ni o'sha gormonalniy lecheniyalarni 3 oy qilib, yana 6 oydan keyin qayta olish mumkin. Agar olganimizda o'sha gistologiya xulosasi 3 ball, 2 ball yoki spermatogenezda blok beradigan bo'lsa, unda foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bemor qiynagandan foyda yo'q. Demak, 4 balldan tepa bo'ladigan bo'lsa, bu patsientlarga kamida 4-5 balldan baland bo'ladigan bo'lsa, 3 oylik stimulyatsiya qilib. O'shunaqa patsientlarda 1 oylik, 2 oylik lecheniya effekt beradimi? 3 oy. 3 oy, kamida 3 oy. 3 oy. Standart bo'yicha 3 oy lecheniya qilinadi. Endi bu yerda aytayman-ku, birinchi siz boyaga aytgandek gonadoterapiya. Birinchi buni gonadoterapiyaning o'zining testi bor. Qachon biz 3 oy beramiz, qachonki bizda rezultat bilinsa. Bir oyda misol uchun bu testosteron topshirish mumkin. FSG, folikulyar stimulyatsiya gormon topshirishi mumkin, ingibin topshirishi mumkin. O'shalardan biz bilib olamiz, bu gormonni berishdan foyda bormi yoki bu prosta takovatdimi lecheniya. Demak, siz lecheniya yozganingizda 3 oylikka yozmaysiz, 1 oy yozib, 1 oydan keyin patsientni qabulingizga chaqirasiz, kuzatasiz. Dinamikada o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, yana keyin stimulyatsiyani sxemasini davom ettirishingiz mumkin. Ya'ni bundan foyda bo'ladigan bo'lsa. Agar shu 1 oylik davo muolajalaringizda, birinchi testingizda o'zgarish katta bo'lmasa nima qilasiz? Bergan gormonimiz samara bermasa, unda boshqa ilojimiz yo'q, bemorni sirazi tez amaliyotiga olamiz. 1 oydan keyin. Boyaga aytganimizdek, ingibinni ko'ramiz, gormon, testosteronni ko'ramiz, folikulyar stimulyatsiya gormonni ko'ramiz. Ularni keyingi chiqqan rezultatiga qarab biza dalnishi yana taktika qo'yamiz. Ya'ni demak 1 oyda olasizmi? Ya'ni 3 oyga cho'zganingiz foydasi bormi yo'qmi? Endi agar o'zgarish bo'lsa, 3 oyga cho'zib turib olinsa,
mana o'zgarish bo'lmoqda. Siz berdingiz 1 oy. O'zgarish ozgina bo'lsa ham sal qo'zg'alish bor. Nima uchun o'sha 1 oyda olmayapsiz deb 3 oygacha olib boryapsiz? Chunki gormon ham arzon dori emas-ku. Spermatogenezni birinchi hisobga olish kerak 3 oyligini. Ya'ni bitta spermatogenez bo'lgun spermatozoid bo'lguncha 3 oy vaqt ketadi. Ya'ni rivojlanguncha. O'shaning uchun biza 3 oy berishimiz kerak. 1 oy bersak bu уже nima desa bo'ladi? Qisqasi. Ya'ni to'liq spermatogenezga erishimiz va to'liq. spermatozoidlarning sifatiga biz xohlagandek chiqmaslik mumkin. Bu mavzuni qo'zg'aganimizdan maqsad ko'p patsientlar nima deydi, spermasini sifati past chiqmoqda va to'g'ridan to'g'ri kelishmoqda, vrachlar davo muolajalar yozib bermoqda va oxirgi momentiga kelganida men ko'rmoqdaman, chunki Tojikistondan, Qirg'izistondan patsientlar keladi. Doktor 3 oyga lecheniya yozadi vrachlari, lekin 1 oylik lecheniya olib kelmoqda va biz kutilgan natijaga erishmayapmiz. Shuning uchun bizning kuzatuvchilarimiz ko'p bo'lgani uchun shu mavzuni ko'tarishga ahd qildim va ekspert sifatida sizni fikringiz juda ham biz uchun muhim. Nafaqat men uchun, kuzatuvchilarimiz uchun va o'ylaymanki hamkasblarimiz uchun ham bu mavzu juda ham qiziq bo'ladi. Donor spermani qaysi holatda tavsiya berasiz va tavsiya berasizmi o'zi? Yo'q, bizda mumkin emas. O'zbekiston Respublikasida mumkin emas. Ko'p patsientlar keladi, siz tayyorlaysiz, tez amaliyotini juda ham ko'p bajarasiz. Azospermiyada ekoni natijasi qanaqa bo'lmoqda? Kuzatishlaringiz davomida patsientlaringiz holatidan kelib chiqsak. Azospermiya boyaga aytdik, urug' nol. Unda tabiiy homiladorlik bo'lmaydi. O'shaning uchun biz yordamchi texnologik usullardan foydalanamiz. O'sha XI, Eco. Endi o'zingiz mendan ham yaxshi bilasiz, hozir azospermiyada ko'proq XI usulini qo'llaymiz. Intratsitoplazmatik inyeksiyada. O'sha inyeksiya orqali ayol tuxum hujayrasiga spermatozoidni tiqib qo'yiladi. Yo'q, savolim shundan iboratki, ya'ni gormon bilan lecheniya qilindi, spermatozoidlar topildi, urug'lantirildi. Hosil bo'lgan embrionlar o'zidagi masalan OAT sindromidan olingan spermatozoidlar hosil bo'lgan embrionlar bilan azospermiyadan olingan spermatozoidlardan hosil bo'lgan embrionlarni sifatida farq bo'ladimi? Ya'ni demoqchimanki, teza amaliyotidan bajaradigan patsientlardan embrionni sifati pastroq chiqadimi o'zi chiqarib berganga nisbatan yoki yo'q, bu spermatozoidni o'zini sifatiga bog'liq. Bir xil holatlarda biz tezi amaliyotidan olingan spermatozoidimizni polni nima desa bo'ladi? Morfologiyasi ham o'zi ham sifati ham yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin OAT sindromi bilan kelib spermatozoidni morfologik jihatdan past bo'lishi mumkin. Embrionlikka anaqasiga bog'liq. Yo'q, embrionlikka bog'liq, lekin siz spermatozoid olib berdingiz, misol uchun, teziya yo'li bilan 10 ta 15 ta. U embrionlik ko'radi uni sizni, to'g'rimi? U o'zi tadbir qiladi, tanlaydi. Ya'ni bundoq qarab sog'lom boshi, bo'yni, dumi ham chist yurgandan keyin u o'zi tadbir qiladi-da. Uni hammasi ham godin bo'lmaydi-ku. OATda ham xuddi shunaqa, teziyada ham. O'shaning uchun teziyada olinganda o'zi embrionliklar bitta narsa bor deganda o'zi bor deb faqat o'sha godnisini aytish kerak-da, negodinini aytish kerak emas. Misol uchun negodin boshini o'zi bo'lib turibdi deb bor desa, u bizga nima qizig'i bor? U borini uni eko ham XI ham qila olmasak. O'shaning uchun u bor deganda godinini aytish kerak-da. Shu eko ham XI ham qilsa bo'ladigan spermatozoidni topsa, bunda bu farq bo'lmaydi. To'g'ri, bu embriologlarga bog'liqroq savol, lekin endi tajribangizda shu patsientlaringiz holatidan kelib chiqib kuzatdingizmi deyman. Ya'ni nima uchun bu savol berdim? Ya'ni men programmaga perinosga tayyorlayotganda patsientlarning embrionini ko'ramiz-da, sifatini, soniga qaraymiz. Ba'zi bir patsientlarda tez amaliyoti bajarilgan bo'ladi. Ayolidan tuxum soni ko'p olinadi-da, lekin tez amaliyoti bajarilgani uchun embrion sifatsizroq yoki soni kam bo'ladi. Yana bitta patsientda tez amaliyot bajarildi, lekin uni embrionlarning sifati A kolичествоda va soni ham yetarli bo'ladi. Shuning uchun bu ham teza bo'ladi, bu ham teza bo'ladi. Teza patsientlardan qanaqa natija kutishga anaqa qilamiz. Masalan, bilamiz, mana ayol kishi yoshi katta keldi, yoshi kattaroq bo'lsa, bizda zapasi kamroq deb bilamiz. Tez amaliyot bo'layotgan patsientlarda ham shunaqa spermatozoidlar kimdadir yaxshi, kimdadir yomon chiqishi mumkinmi yoki bu lecheniyaga bog'liqmi, qanaqa chiqishi? Birinchi endi to'g'ri, podgotovkaga bog'liq. Ikkinchidan yana o'sha embrionlikka bog'liq. Chunki bilasiz, endi bu embrion mana tuxum hujayraga qo'shgandan keyin embrion bo'ladi. Embrion rivojlangandan keyin u embrionlik o'zi fish deyiladimi? Fish deyiladi, menimcha. Fish ani olib ko'rib tekshiradi-ku, qanaqadir nuqson bormi,
genetik tomondan sog'lommi? Va qisqa muddat ichida jinsini ham bilib beradi va xromosom kasallik 5 juft xromosom kasalligini bilib beradi. NGS turida endi ko'proq kasallik turida beradi. Bu savol berishimdan asosiy maqsad mana embriologlarga bog'liq dedingiz. Embriologimiz shu gap aytib qoldi. Ya'ni OAT sindromi og'ir darajasi bilan kelayotgan patsientlarga nisbatan tez amaliyoti orqali olingan spermatozoidlar hosil bo'lgan embrionlar va razvitasi yaxshi ketmoqda degan bizga bir xulosa chiqardi-da statistik qilib bo'layotgan protseduralardan. DNK fragmentatsiyasiga ham bog'liq bo'lishi mumkin spermatozoidlarni. Endi mayakdan olingan, ya'ni tuxumdan olingan spermatozoidlar ko'proq DNK fragmentatsiyaga uchramagan bo'ladi har. Bu shunaqa statistika ham bor, statistika, balkim embriolog shuni nazarga olgan. Ya'ni bir xil holatlar bo'ladi, o'zi topshirib beradi. Homila misol uchun bo'lmaydi yoki homila tushib qoladi yoki eko qiladi, neudachniy bo'ladi. O'shanda bizni teziya yo'li bilan ham olib ko'rib tavsiya qilamiz shunda ekoni qilishni. Ya'ni teziya qilishdan maqsad shu tuxumdan olishdan maqsad bo'lib o'tdi DNK fragmentatsiyaga, ya'ni spermatozoidlar uchramagan bo'ladi. Embriolog shuni hisobga olgan bo'lishi mumkin. Shu savolni bermoqchi edim. DNK fragmentatsiyasi baland chiqqan patsientlarga mana DNK fragmentatsiya o'zi normasi 15 gacha bo'lsa, oralig'i bo'ladi 15 dan 20 gacha va undan yuqori. 25 dan yo'q. Da, 25 dan yo'q. Agar oraliqdagi bo'lgan holatda bo'lsa ham tez amaliyotni tavsiya qilasizmi yoki davolaysizlarmi? Davolaymiz. Endi DNK fragmentatsiyaga sabablar ko'p. O'sha siz aytgandek yashash sifati, infeksion kasalliklar, varikatseliya misol uchun har xil doridan juda ham ko'p sabab. O'shalarni birinchi o'rinda. Agar DNK fragmentatsiya siz aytgandek normadan baland bo'lsa, infeksiyasi bo'lsa, infeksiyasini ichini qiladi. Varikatseliyasi bo'lsa, varikatseliyasini ichini qiladi. Hayot tarzini o'zgartiradi. Cheksa, chekish tashlaydi. Ichsa, ichishkilikni tashlash kerak bo'ladi. Dorilardan hamma dorilarni ham qabul qilishni to'xtatadi. Issiq vanna, sauna bulardan ehtiyot bo'ladi. Ular ham demak hayot tarzini yaxshi olib boriladi, qo'shimcha shu sabablarni to'g'rilaymiz. Demak, sauna ham salbiy ta'sir ko'rsatar. Albatta. Erkak kishilarga ko'p sauna o'zi lekin aslida erkaklar saunadan ko'p foydalanadi. Tushunarli. Yo'q, bemalol 3-4 ta bo'lsa, keyin farzand bemalol sauna qursa bo'ladi. Demak, tushunarli. DNK fragmentatsiyasi yuqori bo'lgan patsientlar konservativ davo muolajalar, empirik muolajalarni oldi. Demak, tabiiy usulda harakat qildi, homiladorlik kuzatilmadi yoki bir necha bora nerazivaysh rivojlanmagan homiladorlik, bola tushib qolishi kuzatildi. Eko programmasiga oldik, o'zi sperma berdi. Yana embrionlar yoki rivojlanishdan to'xtab qoldi, ya hosil bo'lgan embrion ham neudachniy, ya'ni omadsiz yakunlandi. Shunaqa patsientda biza bemalol patsientlarga tez amaliyotini foydalanish tavsiya berishimiz mumkin. To'g'ri. Eng to'g'ri yo'l shu bo'ladi. Agar DNKsi yuqori bo'ladigan bo'lsa. Martest analizi baland chiqqan patsientlarga nima tavsiya berasiz? Martest baland chiqsa, xo'p, immunologik farzandsizlik, bepushtlik haqida. Immunologik bepushtlikda to'g'risini aytib qo'ya qolaman, aldamasdan VMIga jo'nataman. Inseminatsiyaga jo'nataman. Chunki birinchi bemordan so'rayman, necha yil yana. Agar u 5 oydan beri yashayotgan bo'lsa, конечно, inseminatsiyaga jo'natmayman. Agar unga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 4 yil bo'lgan bo'lsa, Martest shu положительный bo'lsa, dori darmonlar oldi, rezultat bo'lmasa, 3 marta VMI, ya'ni inseminatsiya qilib ko'ramiz. O'zi nima uchun Martest baland chiqib ketadi ba'zi erkaklarda? Bu ham xuddi shunaqa, o'sha sabablari ko'p. Hammasi shu, stress, yana katta vaspaleniya, hayot tarzini buzilishi, bir xil kam harakatsizlik bo'ladi, o'shalarni hisobidan u ham baland chiqadi. Immunologik bepushtlik bu yerda qinga tushgan spermatozoidlarga qarshi o'zini ayollar organizmi antitela paydo bo'ladi, antigen paydo bo'ladi. O'tkazmaydi. Lecheniya ko'p olgan bo'lsa, уже to'yga 2 yil, 3 yil bo'lib qolgan bo'lsa, inseminatsiyaga yuboraman. 3 marta inseminatsiya, agar inseminatsiya ham natija samara bermasa, unda eko protokol. Tushunarli. Demak, azospermiya bilan bog'liq genetik testlar mavjudmi? Albatta, agar azospermiya bilan bemor urolog, androlog qabuliga yoki reproduktolog qabuliga kelsa, albatta genetik tekshiruvlar shart. Qanaqa tekshiruvlar va ular nima uchun shart? Endi birinchi o'rinda taktika. Mana misol uchun eng asosiy tekshiruv, genetik tekshiruvlardan karyotip, AZF faktor. Mana shu ikkita tekshiruv azospermiyada albatta qilish kerak. Albatta qilish kerak. AZF faktor nimani beradi bu holatida va karyotip nimani beradi?
Endi karyotyp butun oddiyroq tushuntirsak organizmimizda X, Y xromosomalarni yig'indisi. Mana erkak kishida 46 ta X, Y spermatozoid 46 ta X, Y xromosomalar bo'ladi. Ayollarda 46 ta X, X. Endi karyotypdan tekshirishdan maqsad o'sha xromosomalarda ya'ni nuqsonlar yo'qmi? Nuqson yo'qligini tekshirish uchun, ya'ni xromosomalarning sonini ham tekshirish uchun qilinadi. Ya'ni xromosoma norma emasligi hamda uzun kaltaligiga uzun kalta norma misol uchun 46 ta emas 47 ta XY ya'ni Klinefelter kasalligi bo'ladi. Bilasiz, vaqt o'tishi bilan, yosh o'tishi bilan spermatozoidlar nolga tushadi. Keyin bularda taktika boshqacharoq bo'ladi. Imkon darajasida yoshligida tezroq teziya yo'li bilan yoki spermatozoidlarni уже muzlatib krioxranение, kriokonservatsiya qilib qo'yishga to'g'ri keladi. Demak, Klinefelter bilan og'rigan patsientlarda ham imkoniyat bor farzandli bo'lishga. Ya'ni bularda imkoniyat bor. Qancha vaqtli aniqlasak, shuncha patsient uchun foyda bo'ladi. AZF faktorda nimaga ahamiyat beriladi? AZF faktorda bu endi Y xromosomalar. Y xromosomalarda endi bu shunaqa genetika borki, bu da o'zgarish bo'lsa, urug'i nolga olib keladigan sabablar bor. Ya'ni spermatozoidni nolga olib keladi. Bu yerda ham biza taktika. Ya'ni bu yerda foyda beradimi? O'zi tezlik qilganimiz ma'qulmi, ma'qul emasmi? AZF faktor bir xil turlari bor. Даже ularga biz teziya amaliyotini ham qila olmaymiz. Mumkin emas. Demak, bitta AZF faktor o'ziga qarab turib, mana shu tiqdek kesish mumkin emasligini aytishingiz mumkin azospermiya patsientlarda. Demak, amaliyotni amalga oshirishdan oldin to'g'ri diagnostika va to'g'ri davo muolajalasi patsientga shunchalik foyda bo'ladi. Tushunarli. Qarang, mana bunaqa narsa bo'lyapti-da, men buni berishimdan, buni imенно siz bilan o'tkazishimdan maqsad ba'zi bir patsientlar kelmoqda-da, mana shu suhbatimiz, ya'ni Instagramda ba'zi bir kichkina reelslar qo'yyapmiz. Mani erimni siz mana aytdingiz Instagramda deyapti. Spermasini soni kam deydi. Mani erimda ham shunaqa ekan. Mani erimga tezda amaliyot kerakmi yo'qmi dedi. Shunaqa patsientlar mana непосредственно siz bilan maslahatlashdim. Ko'rdingiz analizini, o'sha patsientlarni ko'rdingiz va shularga siz tezda amaliyotini qilgan foydaliroq bo'ladi dedingiz. Ya'ni bular uyim, joyim, bola chaqa qilaman deb turib hamma narsani sotib boshqa qilib keladi. Biz maksimal yordam berishimiz kerak. Shu gapingizni bo'ldim. Kelganda OAT sindromida agar imkoniyat bo'lsa, og'ir darajalari bo'lmasa-da, albatta yengil darajalarda iloji bo'lsa DNK fragmentatsiyaga topshirib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, OATda DNKga qarab turib, lekin og'ir darajasida topshirtira olmaysiz. Chunki harakati yo'q bo'lgandan keyin uni бесполезно u DNK fragmentatsiya topshirish. Og'ir darajasida уже biz primoy tezaga ovursak ma'qulmi? Boshqa iloj yo'q-ku. Ovursak ma'qulmi tezaga? Faqat empirik lecheniyadan keyin. Ya'ni gormonal davo muolajadan keyin to'g'ridan-to'g'ri batlar bilan olingani befoyda. Befoyda. Batlar umuman bu og'ir darajadagi OAT sindromida bat bu yordamchi. Unaqa katta foyda bermaydi. Tushunarli. Sababi shunaqa holat bo'ldi, sporni mana ba'zi bir patsient kelyapti, OAT 3-stependa OAT embriologda, lekin uni patsient imkoniyati yo'q tezda qilishga. Mayli deb majbur oplodotvorение qilinyapti, развитиеdan to'xtab qo'yapti. Yana shunga o'xshash, shunga yaqin yuradigan bitta patsient olamiz. Unda hatto bitta ikkita birinchi chiqadi. Ya'ni bu DNKsi bilan endi biz tekshira olmaymiz, конечно, но DNKsi bilan ham bog'liqroq deb xulosa qilsak bo'ladi. Shuning uchun shunaqa holatda o'ylab qo'yamiz. Bu tezalik patsientmi, tezalik emasmi patsient? Shunisiga qiyin bo'lyapti ajratib to'g'rilab yo'naltirishimizga. Demak, stress, turmush tarzi, demak, azospermiyaga, OATga, hamma nekrozospermiya hammasiga ta'sir qiladi. XY amaliyoti qanaqa patsientlarga tavsiya beriladi? Erkaklik bepushligi bilan kelganda, ya'ni spermani ko'ryapmiz, norma bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir azospermiyada XY amaliyoti amalga oshiriladi. Chunki azospermiyada endi bu ham boyaga aytganimizdek, spermatozoidlarning soni kam. Eko qila olmaymiz. Unda bizga eng yaxshisi XY hisoblanadi. Nekrozospermiyada? Nekrozospermiyada ham XY. Qisa bo'ladi. Agar nekrozospermiyada XY. XYmi tezami? Birinchi teza. Keyin harakatchan spermatozoidlar topilsa, keyin XY qilinadi. Nekrozospermiyada biz tez amaliyotini bajarib olingan spermatozoidlardan XY usulida foydalanishimiz kerak.
To'g'rimi? Yoki nekrozospermiyada pasient o'zi topshirishi mumkinmi? O'zi topshirgan spermadan foydalansak bo'ladimi? Yo'q. Sabab? Harakat yo'q. Ha. Agar nekrozospermiyada empirik davosiz olsa bo'ladimi? Bularga gormonal terapiya foyda beradimi yoki уже nekrozospermiya aniqlandi spermogrammada, shunda olsa bo'ladimi? Endi boyaga aytgan gapimiz, nekrozospermiya chiqdi. Biz gormon tekshiruv qilamiz, genetik tekshiruvlar qilamiz. Uni sababidan ko'rib chiqamiz. Boshida 3 oy empirik lecheniya qilib ko'ramiz. O'zgarish bo'lmasa, unda teziyadan foydalaniladi. Teziyada agar spermatozoid yaxshi, sifatli, embriolog o'sha X-ga yaroqli spermatozoid topsa, unda qilsa bo'ladi. Androloglar uchun davolash azospermiya qiyinmi, nekrozospermiyami? Nekrozospermiya bo'lsa kerak. Azospermiyadan ko'ra. Sabab? Effekt kamroq bo'ladimi? Misol uchun men chestni aytsam, nekrozospermiyada men juda qiynalaman o'zim. Ha, undan ko'ra azospermiyani davolab Azospermiyada har holda harakat qilsangiz bo'ladi. natija ozgina bo'lsa ham Endi bo'ladi. kimda kim, qanaqa? Endi menga shu. Nekrodan azospermiya bo'lgani yaxshi. Ba'zida erkaklarda, yosh bolalarda mana tug'ilgandan keyin chala tug'ilish bo'ladi, vaqtidan oldin tug'ilish yoki qanaqadir tug'ma sabablar orqali kriptarxizm uchraydi. Shu kriptarxizmni necha yoshgacha operatsiya qilish kerak va kriptarxizmni oqibatlari ertaga bepushtlikka olib kelishi mumkinmi va buni qanaqa oldini olsak bo'ladi? Endi kriptarxizm bu mayakka yorug'lik yo'qligi. Bu bir tomonlama, ikki tomonlama bo'ladi. Soxta, chin bo'ladi. Chin kriptarxizm misol uchun bu mayakka tushmaydi. Yo qopga tuxum tushmaydi. Soxtada tushib o'ynab turadi. Ha, chiqib tushib turadi. Chiqib tushib turadi. Hozirgi yangi meditsina bo'yicha 6 oyligidan 1 yoshgacha operatsiya qilinadi. Chin kriptarxizm. Oldingi biza paytda o'qib yurganimizda biza 2 yoshgacha, 2 yoshdan 3 yoshgacha eng yaxshi payt derdik. Hozir meditsina o'zgardi. Yo'q, hozir 6 oydan 1 yoshgacha eng Shularni men ham eshitdim. yaxshi usul. Shuning uchun Ya'ni savol. nima deydi? Eng yaxshi yosh. Chunki tuxum qopda rivojlanadi. Tepada rivojlanish Sal orqali. kechroq muddatda qilinsa-chi, oilaviy sharoit bo'lishi mumkin. Kimdirlar yosh kelinlar ahamiyat bermaydi, bilmaydi, vaqtida vrachga qabuliga olib bormaydi-da. Buni Qancha yosh qilsa shuncha yaxshi. Qancha katta bo'lganda qilsa shuncha muammo kelib chiqariladi. Agar ikkita tomonlama kriptarxizm bo'lsa, u tushirilmasa 100% bepushtlik olib keladi. Bir tomonlama bo'lsa, endi bu sog'lom tuxumni mayakka funksiyasiga rivojlanishiga bog'liq. ikkinchi tomonini. Agar u ikkita tomonlama kechikkan bo'lsa, u уже Qancha voqlik qilinsa, qancha vaqtga Farzandlikka aniqlanib olib keladi. davolansa, operatsiya qilinsa, shuncha effekti, samarasi yuqori bo'lar ekan. Azospermiya davolanadimi? azospermiya turiga qarab. Endi aytdik obstruktiv xirurgik yo'l bilan. Jarrohlik yo'li bilan. Agar unda to'siq bo'lsa, to'siqni ochdingiz, o'zi mustaqil tabiiy usul orqali homilador qiladi. sekretor azospermiyada homilador bo'lish ehtimoli juda qiyin. Chunki spermatozoid yo'q. Uni ham teziya orqali, mikroteziya orqali spermatozoid topib, X yo'li bilan ayolini homilador qilsa bo'ladi. Keyin yana bitta bizada spermogrammada shunaqa xulosalar kelib qoladi, globozospermiya. Bu nima degani? Bunda nima qilish kerak va nimaga ahamiyat berish kerak? Globulospermiya, endi boya ham aytib o'tib ketdik, bu spermatozoidlarni boshi bo'lmaydi. Bunda bunaqa bemorlar ham afsus urug'lantira olmaydi. Tabiiy, ya'ni homiladorlik bo'la olmaydi. Chunki bilasiz, onani ayoli tuxum hujayrasiga borib uchrab, uni tuxum hujayrasini kirish uchun boshida akrosomlar gyaluronidaz fermentini u beradi, tuxum hujayrani eritadi, keyin kiradi. Boshi bo'lmasa u harakat ham qila olmaydi, tuxum hujayraga kira olmaydi. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. Bu X-dan foydalanib embrion hosil qilish mumkin. Lekin bu juda ham o'sha aytganimizdek, juda ham kamdan kam uchraydigan holat. Meni praktikamda men eslolmayman ham bo'lganmi, yo'qmi bunaqa holat, lekin bu ham farzand erkaklik farzandsizligini
eng og'ir turlariga kiradi. Mani ham shu paytgacha bitta patsiyentda uchradi. Bu patsiyent endi eko qilamiz. Hali endi eko programmasiga olamiz. Hozir konservativ davo muolajalasida. Bunaqa patsiyentlar qanaqa davolaniladi va bularga menimcha непосредственно Davo yo'q. Davo yo'q. Shu X qilinadi endi faqat. Bularga empirik davo, masalan, gormonmi, BATmi yordam beradimi? Foyda, undan agar shunaqa patsiyent kelsa, ayoli tayyor bo'lsa, eko programmasiga o'rgan ma'qul, vaqt cho'zmasdan. Buni sababi nima o'zi? Bu ham genetik bo'lishi mumkin. Faqat shu tug'ma genetik nuqsonlar. Demak, genetika bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tug'ma nuqsonlar. Har doim ham idiopatik bo'lishi mumkin. Sababini ham bir xil paytlarda aniq aytib bera olmaysiz. Hamma analizlari yaxshi, gormoni yaxshi, mayaklarni obyomi yaxshi, gormon tekshirasiz, u ham yaxshi, genetik tekshiruvlar qilasiz, hammasi joyida. Topshiryapti globulospermiya. Bu holat ham bo'ladi. Bu erkaklar bepushtligida necha % egallaydi? To'g'risi bilmayman. Yolg'on gapirmay. Juda ham kam bo'lsa kerak. Men aytaman, 12 yil ishlayotgan bo'lsam, 1-2 marta ko'rganmanmi yo'qmi? Eslolmayman ham даже. Chunki azospermiya necha foiz masalan? Mana 10-15%. 10-15% erkaklik shu bepushtliklar orasida. Da. Erkaklik bepushtligida eng ko'p uchraydigan, foiz yuqori kasallik. Farzandsizlikka olib keladigan demoqchimiz? Farzandsizlikka olib keladigan. Varikatsiyali 30-40%. Varikatsiyani qaysi paytlarda operatsiya qilish kerak, qaysi paytlarda operatsiya qilish shart emas? Varikatsiyalini qachon operatsiya qilish kerak? Darajasi. 3-daraja bo'lsa, og'ir daraja. O'zi qildingiz, mayaklarda kichrayish bo'lsa, gipoplaziya bo'lsa, ya'ni mayak o'zini obyomidan kichik bo'lsa, unda operatsiya qilasiz. Keyin bolevой sindrom deyiladi, og'riq sindromi. Surunkali og'riq sindromi. Misol uchun bu ham juda ham kam holat. Hamma varikatsiyalarda og'riq bo'lmaydi-ku, bir xillarda og'riq bo'ladi. Bu hayot tarziga, ishlashiga ta'sir qiladi, stress, asabiga ta'sir qiladi. Shu og'riq sindromi ham varikatsiyani olishga ko'rsatma. 3-ko'rsatma urug' sifatini past bo'lishi. Ya'ni urug' topshirdi, urug'ida qaraysiz, spermasi normadan ko'ra past. Unda ham operatsiya yo'li bilan operatsiya qilishingizga to'g'ri keladi. 4-ko'rsatma xotin uylandi, 1 yil o'tdi to'yiga, lekin farzand bo'lmayapti. Unda ham varikatsiyalarni olishingiz mumkin. Homila tushishi, bu to'satdan xotin yashayapti, homila bo'lyapti, bitta, ikkita, lekin tushyapti. Ayolni tekshiryapti, ayoli yaxshi. Erini tekshiryapti, varikatsiyasi bor. U holatda ham varikatsiyani olishga ko'rsatma bo'la oladi. Varikatsiyani masalan, siz aytgandek, bolevой sindromi bor, urug'i sifati pastroq bo'ladi. Varikatsiya operatsiyasini bajarmasdan eko programmasini qilgan to'g'rimi yoki operatsiya qilib keyin qilgan to'g'rimi? Operatsiya qilib keyin qilgan to'g'ri. Sabab? Sababi ikkita o'sha aytganimdek anaqa bor. Bittasi varikatsiyani qilgan gruppa, bittasi varikatsiyali qilmagan. Ya'ni varikatsiyani qilganlarda ko'p nima deydi, sog'lom homiladorlik bo'lib tug'gan. Ko'pchilikda eko neudachniy bo'lgan ko'p holatlarda. Ya'ni siz aytgandek embrion rivojlanmagan, shunaqa holatlar bo'lgan. O'shaning uchun ekodan oldin podgotovka sifatida обязательно varikatsiyani qilish kerak. Varikatsiya qilgandan keyin qancha paytdan keyin eko protokoliga 3 oy. 3 oy. Nega voqliroq olinsa nima bo'ladi? Bu ham spermatogenez jarayoni bilan. Albatta. Teziya bilan varikatsiyaning birga qilinmaydi-ku. Birinchi varikatsiya qilinadi, 3 oy lecheniya qilinadi, 3 oydan keyin olinadi. Endi qonun qoida bu standart. Agar qarang, ham varikatsiyali, ham azospermiya patsiyent bor. Ikkalasidan одна momentdan qilinadimi yoki varikatsiyani qilib, 3 oy dam olib, keyin azospermiya? To'g'ri. Demak, varikatsiyalikdan operatsiya qilinadi, 3 oy empirik davo qilinadi azospermik, undan keyin olinadi. Ikkalasini bitta paytda emas. Yo'q. Tezani nazarda tutingizda. Tezani nazarda tutaman. Azospermiya varikatsiyali kelyapti, plus varikatsiyali bilan. Birinchi varikatsiyani qilib, lecheniya qilib, keyin teziya amaliyoti bajariladi. Shunda to'g'ri bo'ladi. Shunda to'g'ri va sifatli bo'ladi. Ba'zi bir patsiyentlar endi men ishlayman, shu bitta anaqa kesilganda ishga chiqa olmay qolaman, shuning uchun bitta paytda qildir desa, demak bu patsiyent o'ziga zarar bo'ladi. Ya'ni yo'q, bundan ma'no yo'q. Ma'no yo'q. Teziya bilan varikatsiyani birga qilishdan ma'no yo'q. Yo'q, misol uchun varikatsiyali qilindi, 1 oydan keyin siz varikatsiyani nega qilmoqchisiz? Shu teziyada spermatozoid natijani yaxshi qilishingiz uchun qilyapsiz-da. Natijani yaxshi qilish uchun birinchi varikatsiyani qilib, keyin teziya. Yo'q, savol o'zgartiramiz, qarang.
varikotselyni bajargandan keyin 1 oydan keyin agar azospermiyali bo'lgan patsient tezaga olsa bo'ladimi yoki 3 обязательно oy 3 oy o'tishi kutish kerak kerakmi? albatta. O'tishi 3 oy kerak, o'tishi kerak. 3 oy o'tishi kerak. Aniq 3 oy o'tishi kerak. 1 oyda olinmaydi. 1 oyda tushunarli. Natija kerak bo'lsa 3 oy kutiladi. Keyin mana bugun qabulimda shunaqa patsient bo'ldi. Tojikistondan keldi. Bugun mana 3 ta funksiya amaliyot bajargan bo'lsak, uchalasida ham erkaklik faktori. Birinchi patsient turmush o'rtog'ida oligozostenozteratozis spermiya, ya'ni bulardan ayollardan yetarli darajada tuxum oldik, urug'lantiriladi. Ikkinchi patsientkani da bir marta ekoprogrammasi bo'lgan, embrionlar rivojlanishdan to'xtab qolgan, erlarda azospermiya 2 yil oldin boshqa klinikada bo'lganlar, bugun bizada bo'ldi. Endi ayollardan tuxum oldik, spermatozoidlar topilgan, urug'lantiriladi. Bu ham erkaklik faktori. Uchinchi patsientkamizda ayolini zapasi ham kam, ya'ni IMG'si 0,7, bulardan 6 ta yetilgan tuxum hujayra chiqdi, urug'lantirdik va xo'jayinlarda shu OAT sindromi, bularda teza fresh amaliyoti tavsiya berildi. Erkakdan so'rayapman, lecheniya oldingizmi desam, doktor yozib bergan, 1 oy ichdim, bu to'xtatib qo'ydim dedi. Men 1 oy ichdingiz, 1 oy effekt bermaydi desam, to'xtatib qo'ydim dedi. Agar shu OAT bilan kelayotgan patsientga teza qilmasdan turib boshqacha davo muolajalari bormi? O'zidan sifatini yaxshilab ko'proq chiqartirish. O'zi spermogramma lecheniya qilinmaydi-da. Mana bitta sperma topshirtirib, spermaga qarab lecheniya qilmaysiz-ku. Mana OAT sindromi ekan, shu OATga lecheniya yozaman. Bu OAT sindromini sababini topasiz-da. Mayaklarni uziga qilasiz, gormon topshirasiz, infeksiyasini tekshirasiz, genetik. Mana o'sha hamma sabab bo'ladigan holatlarni ko'rib, o'sha sababini lecheniya qilasiz. Spermogrammani lecheniya qilinmaydi. Tushunarli. Endi menga ba'zida aytishadi, bu xuddi umumiy qon tahliliga o'xshagan narsa-da. o'zgarib turadi. Mana umumiy qon topshirdingiz, gemoglobin past chiqdi. Sizni gemoglobiningiz past ekan, oshqozoningizda yara bo'lishi mumkin deysiz. Boshqa, ya'ni yo'naltirasiz. Xuddi shunaqa spermogramma mana kalistrasi past, gormon topshirishing kerak, misol uchun. Aktinniz past, mayaklarni o'zida qilishing kerak. Morfologiya past, infeksiyaga topshirishing kerak. Misol uchun-da, shularni tekshirib, o'sha sababi to'g'rilaymiz. Spermogramma lecheniya qilinmaydi. Agar spermogramma lecheniya qilinganda faqat bemordan biz spermogramma topshirish talab qilardik-da. Tushunarli. Tushuntira oldimmi? Nima demoqchiligimni? OATga olib kelgan sababni to'g'rilashimiz kerak-da. Nima sabab bo'ldi shu OAT sindromiga? Demak, uni sirazi tezaga olmasdan sababini topib turib, turmush tarzini chuqurroq surishtirishimiz kerak patsientdan. Ya'ni nima ish qiladi, kasbi nimadan iborat, kraska bilan ishlaydimi, benzin bilan ishlaydimi, stressmi, nima ichadi, nima chekadi, shuni bartaraf qilib, sog'lom turmushga yo'naltirib va patogenetik davo qilsak, ya'ni OATda ham tezasiz o'tib ketishimiz mumkin. Mumkin. Yoki 3-stependa обязательно barib teza bilan tochka qo'yiladimi? 3-og'ir darajasida ko'p holatda tezya bilan tugaydi. Ya'ni ECOX amaliyot bajariladi bu patsientlarda. Tabiiy homiladorlik bo'lish ehtimoli, afsus, og'ir darajada qiyin. Endi qiyin, qarang. Ba'zi patsientlar shu 1 oylik preparatlarni ichmoqda, ya'ni tabletkalarni ichmoqda, keyin orada yana 1 oy pererv qilib qo'yadi yoki 2 oy ichib keladi OATda. Shu qanchalik to'g'ri? Bularga shu empirik gormonal terapiya qilgan yaxshimi yoki o'sha ichayotgan preparatlar yetarli bo'ladimi? Empirik terapiya qilish kerak albatta. Qilish kerak. Mana hozir shu patsient mana hech qanaqa faqat batlan ichgan, boshqa lecheniya olmagan, olmadim dedi, keldim dedi. Demak, men undan ertaga embrionlar ham sifatsiz bo'lishini kutishim mumkin. Sababini qilib, baribir empirik lecheniya berish kerak. Gormoniga qarab terapiya berish kerak. OAT sindromida ham AZF bilan kariativ shartmi, shartmi? Shart. OAT sindromida ham shart. Demak, soni kam bo'ladigan bo'lsa, AZF ularga ham topshirtirishimiz kerak. Topshirish kerak. Azospermiyada va OAT sindromida ham albatta genetik tekshiruvlar qilish kerak. Misol uchun, qanchadan kam bo'lganda hammaga mana misol uchun OAT sindromi o'rta og'ir darajadagi. Unda ham qilishingiz mumkin. Globulospermiya, unda ham qilishingiz kerak bo'ladi. OAT sindromida ham, azospermiyada ham genetik tekshiruv shart. Genetik tekshiruvsiz empirik lecheniya ham, batla ham kerak bo'lsa, boshqa holatlarni ham to'xtab turish kerak. Birinchi genetikani ko'rib, чтобы aniq genetik nuqson yo'qligini bilib, keyin keyingi qadamni tashlasa bo'ladi. Keyingi lecheniyalarni davom ettirsa bo'ladi. Praktikangizda qanaqa? Azospermiya bilan kasallangan patsient bolasida ham azospermiya uchramoqdami? Juda qiyin savol.
to'g'risini aytsam, gapirsam noto'g'ri gapirib qo'yaman. Azospermiya nasl surmaydi, shuni bilaman. Nasl surmaydi. Nasl surmaydi, lekin o'g'lida ko'rmaganman. Endi noto'g'ri bo'lib qolmasin gapim. Demak, azospermiya bo'lgan patsient nasl surmaydi. Yo'q, unaqa holat qiyin. Endi azospermiya sababi ko'p, orttirilgan tug'ma. O'shaning uchun to'g'risini aytaman, azospermiya bo'lgan ota endi XY orqali homilador bo'ldi, ayoli tug'di, lekin uni o'g'lida nima taqdiri bo'ladi, uni o'g'li qanaqa tug'iladi, uni qiyin. Misol uchun, mendan so'rasangiz, menda unaqa hali bunaqa bo'lmagan, to'g'risi. O'zimni praktikamda hali Bo'lmagan. ko'rmaganman unaqa. Lekin aniq bilaman, bunga bog'liq emas. Ya'ni azospermiyadan azospermiya bo'lishi qiyin. Qo'li gul xirurgsiz, bilamiz, ko'pchilik biladi. Siz tez amaliyotini bajarganingizda ikkita mayakdan baravar olasizmi yoki bitta mayakdanmi yoki qaysi paytda qanaqa taktika qo'llaysiz? Azospermiyani aytganimizdek, birinchidan turiga bog'liq. Agar to'siq bepushligi bo'lsa, ikkita tuxum ochilmaydi. Bitta tuxumni o'zidan spermatozoid olinadi, bo'ldi, tamom. Urug' yo'liga o'tib ketiladi, to'siq bo'lsa ochiladi. Sekretor azospermiyada bir xil holatlar bo'ladi. Biz bitta mayakni ochib, o'tda ko'ramiz. Agar spermatozoidlar topilmasa, gistologiya xulosasini ko'ramiz. Gistologiyaga qarab, keyin dalshi lichena qilib 6 oydan keyin yana olishimiz uchun ikkinchi mayakka zapas qilib qo'yamiz. Demak, 6 oydan keyin, 3 oydan keyin emas, masalan. 6 oydan keyin. 6 oydan keyin qilinadi. Endi to'g'risini aytib ketish kerak, bir xil holatlar bo'ladi. Fresh, mana ayoli tayyor, ayolda muammolar bor, ayamga spas, tuxum zaxirasi kam. Kutish ilojisi yo'q. Ajrim holatiga kelib qolyapti. Kutish ilojisi yo'q. Ularda biz majburmiz, shu bor imkoniyatni qilib, agar bir mayakdan chiqmasa, ikkinchi mayakka ham ochishimiz mumkin. Bunaqa holat. Shunaqa. Tushunarli. Demak, azospermiya bo'lgan patsientlarimizda agar birinchi tez amaliyotida sperma topshirilmasa, tushkunlikka tushib, depressiyaga tushmasdan biopsiya javobiga qarab yana bitta o'rin ko'rishi mumkin. Mumkin. Faqat to'g'ri davolanib. Albatta, to'g'ri davolansa. Rahmat suhbatingiz Sog' bo'ling, uchun, yaxshi bilimlaringiz bo'ling. uchun, vaqt ajratganingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. O'zim uchun ham, o'ylayman, bizani kuzatib turganlar uchun ham juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Sizning vaqtingiz juda ham tig'iz. Har doim operatsiyalardan ortmaysiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga rahmat. Sog' bo'linglar. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz men uchun juda ham mazmunli bo'ldi, unumli bo'ldi. Kuzatuvchilarimiz uchun ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin va yana sizga qanaqa mavzular qiziq bo'lsa, talab, takliflarga qarab keyingi suhbatimizni yana davom ettirishga harakat qilamiz. Hammanglarga omad, sog', salomat bo'linglar. Hammanglarga bu otalik baxti nasib qilsin. Hammanglarga omad. Hamma o'sha onalik, otalik baxtiga erishsin iloyim. Hammada o'zi xohlagan natijalar erishsin. Sog', salomat bo'linglar.